hammaga. Xullas, xonadonimizda santexnika ishlarini bitirdik. Hammomimizni tayyor qildik. Xudo xolasa, hozir bitta tanishtirib ko'rsatamiz. Ketdik bo'lmasam. Tashqi ko'rinish hammomimizni. Hojatxonasidan boshlaymiz, xudo xolasa. Bismillah. Hoppa, mana hojatxonamiz. Charchagan, unitaz, mustaqilga ham joy tashlab ketganmiz. Bu yerda rakmina, hamma tomon ishlayapti. Suv berilgan tayyor, xudo xolasa. Ventilatsiyamiz ham bor, faollashadigan. Ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz hammom. Kirishda rakmina. Hop, undan keyin Ariston kir mashinamiz, tepli polimiz. Tepli polimizga 3 ta liniya qilganmiz. Hammomga, kirishda razalka xonamizga, hojatxonaga. Bu yerga teng qo'yib alohida montaj qilganmiz. Aristonimiz. Kichkina xonamiz razalkacha bu. Hammomimiz ichi. Mana. Bu yerda ham ishilga bor. Bu yerda ishimiz. Bu yerda ham oynamiz bor. Hammomimizni ko'rinish, xudo xolasa. Bunaqa. Xo'p. Kimga shunday santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, bizlarga xudo xolasa murojaat qilasizlar. Qo'ldan kelgancha cho'tkalab qo'yib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar.